Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga chorshanba 25-mart Qo'qon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga ko'pchilik so'ragan Lacetti'lardan syomka qilganmiz. 1.6, 1.8 oq, qora, tayyor jentra qilingan har xillaridan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga bilan nomni yozib qoldiringlar. Bugungi video roligimizni 1.6 dan boshlayapmiz. Oxirgi chiqqan Lacetti'lardan 2013-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya avtomat korobka. Yurgani qancha aka? 1.6 motor, ABS konditsioner, metallari bor. Probegi 340 ming kilometr bosib o'tgan. Lekin yurishi 100 ming effekt. Yurishi lekin yaxshi, lekin shaxsan o'zimga yaqin insonlarga 1.6 Lacetti bor. 400 mingdan ko'p yurgan, lekin konkret yurishi. Tayyor holatda ekan, ruxsatnomasi bormi, tugadimi? Bor, 6 oy. Yarim yilga tonirovka ruxsatnomalari bor. 100 talik temir metan gaz o'rnatilgan. Pollari zavod holatida. 2013 1.6 3-pozitsiya avtomat korobka. 340 ming yurgan aka. Kraskasi bitta Petno Pilus almashgan, yo'l mashina qisib borgan ekan. Xudolar yo'q, strashniy. Shu qapning uchida bor. Naki qanot uchida ham bor. Xo'p, aka endi buni bo'ladiganini aytib qo'yaveramiz narxini. Endi sizning kanalingiz bo'ladigan bo'lsa 6 mingga berganimiz yo'q, to'g'risi. Qo'shganga nasib berdi. 6300 lar atrofida berib yuboramiz. Bo'ldi. 6300 dan ozgina o'tib berasiz, xudo xolasa. Yo'q. Bo'lishi. Bu yoqtirib bir xato aloqaga chiqarsinchi, generalniy bo'ladimi? Bo'ladi, chiqadi. Bo'ladi. Mashinaning holati ancha tikka, shuni ham hisobga qo'yiladi. To'rtta bo'lgan yangi. 2013 340 ming yurgan 3-pozitsiya avtomat korobkada bitta Petnosi bor, bitta Kirilo almashgan ekan. Faqat naqqa sotamiz. Naqqa faqat. Variant chiqarmayapmizmi? Yo'q, yo'q. Generalniy davenis bo'ladi. Mashinaga barter Bo'laveradi. bo'ldi. Nomeringiz? 99 99 974 974 26 27. 26-27 raqamiga murojaat qilasizlar. Bo'ldi, o'zi ko'rinmas aka. 2009 navbatdagi Lacetti 1.8imiz. Eng qizig'i 12 million so'm sarflab motorlari noldan qilingan ekan. 2009 da yurgani qancha? 406. 406? 406 ming. Vodiy bozor. Xo'p, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Texnik holatiga umuman gap bo'lish mumkin emas deb aytilyapti. 3 kungacha bemalol sinovga berilaverar ekan. 2009 3 avtomat ekan. 3-pozitsiya avtomat korobka. Lacetti ishqibozlariga mana Qo'qondan ham bugun qo'yapmiz. Like'larni haqiqatan zo'r bosyapsizlar, qo'llab-quvvatlab turibsizlar, obuna bo'lib, yaxshi fikrlar yozib. Albatta buni inobatga olgan holda har bitta bozordan xudo xohlasa nasib bo'lsa to'xtatmay chiqaraveramiz. 2009 406 ming yurgan 3-pozitsiya avtomat korobka 1.8. Kraskasi qanaqa buni? Kraska 40% bor, artbatida 40% bor. Oldi orqalari pechat. Necha pul qilib berasiz aka? 53 dan o'tib beraman aka. 5300 dan o'tib berasiz. Generalniy davenisi bo'ladimi? Bo'ladi. 3 kungacha sinovga beraman. 3 kungacha sinovga berilaverar ekan. Bemalol xohlagan ustunlarni ko'rsatib olsanglar bo'laveradi. Variantga sotmaysizmi aka? Naqd pulgan. Bu sizga naqd pul berish kerak. Mashinaga barterchi. Bo'laveradi. Kelishlar. Nomeringiz? 97 271 45 02. 4502 raqamiga murojaat qilasizlar. Lacetti 1.8 da qorasini so'raganlarga navbatdagi Lacetti'miz 2009-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora rangidan. Yurganini qolgan barcha ma'lumotlarini video davomida aytib o'tib ketamiz. Mexanika korobka, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Aka buni yurgani qancha? 500 ming? 500 ming yurgan. Motor hadovoylari? Tiniq deb aytilyapti. Endi kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Salon holatlari 2-pozitsiya bu. 2-pozitsiya, o'rindiqlari isirkan, rol qo'yilgan. Holati ancha yaxshi ekan mashinaning. Gazi metanmi? Metan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi Petnosi bordi xolos buni. Nechta? Bitta Petnosi. Rashid qattayda ana biladi hamma yo'l. Bitta detal to'liq, bitta Petno. Xo'p, narxi nech pul aka? 5300 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? 5000 qilishdi beraman. Xo'p, hujjatlarigachi? Generalniy berasiz. Variantga sotmaysizmi aka? Bo'ldi, nomeringiz?
90'li. 90'li. 145 02 22. 145 02 22. 02 22 raqamlarga murojaat qilasizlar azizlar. Xo'p azizlar, mana 1.6 ni ham ko'rdinglar 13 da, endi bu 1.8 2013-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka oppoq rangidan. Yurgani qancha? 384 ming yurgan. 384 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. Bunga abagrev qo'yilgan ekan-a? Zavodskoymi? Zavodskoy abagrev ekan, ya'ni o'rindiqlar isidi. Xo'p, metan gazlari bor, hollari zavod holatida. 380 ming yurgan 2013. 1.8 mexanika. 6000 dan 6000 kami bor ekan, hozir yana bir qator so'rab ketamiz. Motor holatlarini ko'ringlar. ABS konditsioner metanlari bor. 380 ming yurgan 2013. Ha? Xo'p, kraskasi qanaqa buni oshda? Kraskasi mana eshidi mo'nin tayda. Bitta chetda faqat. Bitta shu joyda ekan xolos. Nech pulga bermadi sir bo'lmasa? 6000 dan jicha tushib beraman xolos. Bo'ldi. 6000 dollardan ozgina tushib beriladi. Generalniy davenis bilan Kelishib qolsa, xohlagan hujjat bo'ladi. Variantga sotmaysizmi? Yo'q, variantga sotmayman. Naqd pul asosida faqat. Xo'p, bo'ladi. Nomeringiz? 90'li 90li 272 272 71 71 79. 79 raqamiga murojaat qilasizlar. Lacetti 1.6 ishqibozlari uchun navbatdagi Lacetti'miz 2013-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyada avtomat korobka. Xo'p, yurgani qancha buni? 255 ming yurgan aka. 255 ming yurgan, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor, ходовой korobkalar qanaqa? Aka 100% javob beramiz aka. Ustalariga bemalol ko'rsatamiz. Xudo xohlasa oladi minada nasib. Ha. Olmaydigan bo'lsa Yurganlari o'zinikimi aka? halol pok aka. 250. Avtomat korobka, lyuklari ishlab turibdi. Qancha yurgan dedingiz? Metan gazlari bor. Bir-birimizga oqibat qilmaganmiz, to'g'rimi aka? Shohid aka unaqa bo'ladimi, unaqa bo'ladi degan savol javob bo'lmagan. 255 ming kilometr bosib o'tgan 2013 1.6 3-pozitsiyada avtomat korobka. Kraskasi bitta orqa qanotda dedingizmi? Xolos ekan. Bitta qanotda bor. Bo'ldi. Nech pul qilib berasiz ekan? Aka 7000 so'rayapmiz. Sizni obunachilaringiz uchun 6800 qilib beramiz. Bo'laveradi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari любой Generalni dokumentlarimiz beraverasiz, generalni beraveramiz. Xolos. Variantgachi? Variantga ham chiqaramiz aka. Qayergacha berasizlar? Qo'qonmi, Farg'onami, Andijonmi? Farqi yo'q aka. Kelishilgan holatda beraveradi. Kelishilgan. Oldindan nech puli borga kamida? 3000 4000 puli bor. 50-60% puli borga kelishiladi. Nomeringiz aka? 90li 90li 556 556 9800. 9800 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi mexanika ishqibozlari uchun bu ham. Xo'p, ABS konditsioner metanlari bor. 150 ming yuribdi bu. Gazlari bor, savdo bo'layotgan, buni ichini ko'rsatmay qo'yamiz endi. Kraskasi toza. Toza kraska, kalinkalarida ham yo'q. 100% toza. 100% toza. Aka nech pul narxi? 6600 so'rayapti. 6600 dollar so'ralyapti. Piri savdo ham bo'lyapti, anchada hozir. Endi gaplashishyapti, ko'rishyapti. Generalniy bo'ladimi buni? Men qilib beraveramiz mahallani o'shani. Bo'ldi. Variantga sotmaysizmi? Yo'q. Naqd pulgami? Iloji boricha naqd. Xo'p, bo'ladi. Nomeringiz aka? 93 93 809 809 5002 raqamga murojaat qilasizlar. Xudo xohlasa hech qanaqa rasvoti yo'q. Xo'p, bo'ladi. Lacetti'ni qorasini so'raganlarga yana bitta mana qora rangida 2013-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka. Nechinchi pozitsiya bu? ABS konditsioner metanlari bor. Yurgani qancha aka? 388 ming yurgan. Motor, ходовой korobkalari-chi? Toza. Xudo xolasa ishi yo'q. Shumka qilingan ekan. Mana. Endi videoda ayrim xato kamchiliklarga to'g'ri tushunarda bozordan to'g'ridan-to'g'ri syomka qilyapmiz. Xato kamchiliklar bo'lib turadi. 100 talik temir metan gaz o'rnatilgan. Qo'llari zavod holatida. 2013 2-pozitsiya 1.8 338 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi 388 ming. sepilgan, pastigan. Moldina pastida. Pardozga sepilgan. Ha, ba'zi tepalar to'g'ri. Nech pul qilib berasizlar buni ham yaqini?
Buni bo'ladigan 58 5800 bo'lishi. Generalniy davenisi bo'ladimi? bo'ladi. 5800 ga berilganda 2000 nasiyasi 3 oyga bo'ldi, hozir nima qildi? Kelisholmadi. Kelisholmadi. Bo'ldi. Nasiyaga shunaqa vaziyatlar bo'lib qolyapti azizlar. Shu sababdan imkon qadar pullar yetganini olaveringlar. Ikkala tarafga ma'qul varianti. Generalniy bo'ladi deyapsiz. 5800 ga baraka bo'laveradi. Nomeringiz? 99 kodi bilan 919 24 86 murojaat qilaverasizlar. Lacetti 108 qatoridan davom etamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi. Bu ikkinchi pozitsiyadami? Ikkinchi pozitsiya. Motori qanaqa aka, rasxoti? Motor rasxodi yo'q. Motor rasxoti yo'q, ABS konditsioner metanlari bor. Bor. Xudo xohlasa hech qanaqa rasxoti yo'q boshdan aka. Balonlari yangi. Yumshoq balon qo'ydinglar yangi. Yurgani ko'proq ekan faqat. Faqat yurgani ko'p. Bizdagi rasxodi yo'q. Lekin nasib oladi minadi. Lacetti'da o'zi qanaqa joni qattiqligini bilasizlar azizlar. Assalomu alaykum. 100 talik temir metan gaz o'rnatilgan. Layklarni bosib qo'yasizlar azizlar. Lacetti'larni xudo xolasa to'xtatamiz. Uzr aka. Detallar almashmagan. 2011. Hammasi o'zini kiradi. Kraskasi Kraskasi kalenkalarda bor. Gullagan joyini qilganmiz. sapachogida bor. Umuman kraskasi hali urilib nima qilgan joyi yo'qmi? Urilgan joyi yo'qmi? Sapachogiga keyin bir ikkita gullagan joylariga. O'sha karnizda bor. Mana uni ham kalenka, orqa ham o'sha kalenka bo'lgan. Pardoz ekanda. Ha. Necha pul qilib berasiz endi buni aka? $5000 ga hisob chiqaveradi naqd pulga. Generalniy davenisi bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi. Variantga sotmaysizlar? Yo'q, variantga bermaymiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? 99 99 436 436 97 47. 97 47 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. Xo'p azizlar, navbatdagi Lacetti'miz tayyor jentra qilingan, pul yengili. Umuman yengili. Endi holati ham ko'rsatib beramiz holatni. Aka 2005 mi bu? Necha yil? 2005. 2005. 108 bosilgan ekan-a? 108 bosilgan, metan gazlari bor. Yurganlari noma'lumdir buni. Yurganlari. Endi 2005 ekan, eng muhimi motor hadovoy korobkasi yaxshimi? 611 ming. So, 600 ming. Metan gazlari bor. Xo'p. Bagajlari. 2005. Bu kraskasi qanaqa aka? Kraskasi nechi foizga 30% boradi. 30%. 30% ga baraka bo'laveradi. Suvagi butunmi? Ha, suvi butun 3700 dan tushib beradi. 3700 kami bor. Kam bor. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadimi aka? 3200 ga bermadi. $3200 gacha pul ko'ribdi. Xo'p, hujjatlari generalniy bo'ladi. Yengli bu hujjati bo'ladi. Xo'p, nomeringiz? 99 655 46 14 90 586 88 38. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar. Ikkitani ham qo'yib yuboradim. Bittasi 9. 2010 navbatdagi Lacetti 108imiz. 2010 ABS bor, konditsioner ovorilgan ekan. Metan gazlari bor. Tayyor jentra qilingan. Amerikankalar qo'yilgan. 2010 da yurgani qancha aka? Buni yurganim? Aha. 450. Xo'p. 348 ming ekan. 2010 bu ikkinchi pozitsiya. Ha. Gazlar nima buni? Metan? Metan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bunda 40% bo'lsa kerak. 40% borda. Ana unda ikkita red topgasi bor qorada. Bu. Bu Buni aytaylik oldin. 5700 dan tushib beramiz, bankman qilib beraveramiz. 99 li 600. Variantga sotmayapsizmi aka? Yo'q, variantga chiqadi. Bartergacha. Barter bo'laveradi. Bu naqd pulga necha pulga berasiz? Oxiri mana o'zi doim arzon aytasiz, bo'ladiganni 53 ga beramiz. 5300 ga berasiz. Bo'ldi, nomeringiz? 99 li 655 46 14. 90 li 586 88 38.